Akalar, ushbu video 10 mingta like kelsa o'zimni mana shu ko'prikdan pastga tashlayman. Albatta bu hazil akalar. Undan ko'ra esa men sizlarga hozir ushbu Praganing asosiy ramzlaridan biriga aylangan Charles ko'prigi haqida ma'lumotlar beraman. Ushbu ko'prik qirol Charles 4 tomonidan qurdirilgan, qurilishi esa 1357-yilda boshlanib, naq 45 yildan ko'proq vaqt davom etgan ekan. Ushbu ko'prikning uzunligi 516 metr, kengligi esa 10 metr. Ba'zi bir rivoyatlarga ko'ra, ushbu ko'prikning qurilishiga sementga tuxum ham qo'shilgan ekan mustahkam bo'lishi uchun. Hatto ushbu ko'prikka juda ham ko'p tuxum ketganidan Praganing o'zining aholisi kelgan tuxum qolmagan ekan. Ushbu ko'prik Vltava daryosining ustiga qurilgan va ushbu ko'prikda 30 dan ortiq turli xil ramzlarni bildiruvchi haykallar mavjud. O'zbekistondagi ba'zi bir ko'priklar bir necha yilga dosh bera olmayotgan paytda esa ushbu 15-asrda qurilgan ko'prikning ustidan naqd 600 yildan beri har yili 10 milliondan ortiq turistlar yurib o'tadi. Bu shunchaki wow narsa. Agarda sizlarga Chexiyadagi o'zbek talabasining hayoti qiziq bo'lsa, shunchaki sahifamga obuna bo'ling.